Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Berdiyev Javohir. Bugun sizlar bilan ajoyib bir darsda o'tamiz. Ya'ni ko'pchilik xayolida dasturlash bu juda muhim narsa yoki juda qiyin narsa bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Ozroq kodlarni ko'rgandan keyin shokka tushib qolishi ham mumkin. Keling, men sizga mana shuni juda oson narsaligini va siz o'zingizni ham ilk saytingizni bunday mana shu darsdan keyin yasab ko'rishingiz mumkinligini va o'zi sayt qurish qadamlari boshlang'ich o'ta qiyin tushuncha yoki siz uchun boshlang'ich qanaqadir matematika yoki ingliz tili yoki boshqa juda ko'plab tushunchalar shart emasligini men ko'rib chiqaman. Ozroq kompyuter bo'yicha savodxonligingiz bo'lsa bo'ldi. Xo'p, unda boshlaymiz. Qaranglar. Birinchi o'rinda men Apple kompyuteri bu bittani aytib ketaman. Bu Macintosh deydi. Macintosh sistemasida ishlaydi. Sizdagi kompyuter masalan Linux, Lenovo yo boshqa AUX, HP shunaqa kompyuterlar bo'lsa, ular ko'proq Windows sistemasida ishlaydi. Endi sistemalar bir-biridan sal farq qilishi mumkin. Aslida bu juda qo'rqinchli tushuncha emas. Shuning uchun qo'rqmang va sizning kompyuteringiz ham deyarli bir xil, faqat siz ozroq kompyuter haqida tushunchalaringiz bo'lsa, o'zi qiynalmaysiz. Masalan uchun birinchi o'rinda brauzer topib olamiz, ya'ni brauzer Google Chrome shunga o'xshagan topib olamiz va bu yerdan birinchi o'rinda brauzerga yozayotgan narsamiz VS Code download. VS Code downloadga kirib, biz bu yerdan o'zimizga kerakli, ya'ni Windows 10, 11 yoki Windows bo'layotgan bo'lsa, shuni agar Apple bo'layotgan bo'lsa, bu programmani o'rnatib olishimiz kerak. Qarangizlar, yana bittanisini aytib ketaman darsning boshidan. Iloji boricha sizda Windows 7 bo'lsa, Windows 8 bo'lsa, almashtiring. Iloji boricha tezroq Windows 10 ga, 11 ga, oxirgi versiyalariga o'tib oling. Nimaga? Hozirgi yangi ilovalar, yangi texnologiyalar ular Windows 7 ni endi deyarli padishga qilmaydi. U Windows 7 degani 2007-yilda chiqqan degani menimcha. Shu 2007-yildagi siz narsani o'zi 20 yil o'tib ketadi hozir yaqinda. Juda eski narsani ko'tarib yuribsiz. Shuning uchun kompyuteringiz o'zi padishga qilsa, ya'ni ko'tarsa, iloji boricha Windows 10, 11 ga o'ting. Bu endi men Mac uchun o'rnataman, chunki ko'rib turganingizdek bizlarda Mac ishlatamiz. Xo'p, download mana tepada o'zi download qilishni yuklashni boshladi. Hozir yuklayapti. Yuklash, o'rnatish, mana shu jarayonlarni o'zingiz mustaqil o'rganib oling. Ya'ni qanday o'zi veb-sayt, masalan uchun biron bir ilova o'rnatiladi, qanday ishlatiladi. Juda qiyin tushunchalar emas. O'zi ko'pchilik o'zini qiyin deb o'ylaydi. Qiyin degan chegaradan chiqing. Ya'ni masalan uchun bu qiyin desangiz hech qachon bu narsaga yechib qila olmaysiz. Mana yuklab oldi. Ochamiz. Mana nima o'zgartiraman. Mana VS Code, mana shuni tushadi sizga ham va download qilib olish, yuklab olishingiz kerak. Endi sizda sal boshqaroq chiqishi mumkin. Endi menda hozir bor. Bo'ldi, o'zi ochib yubordi. Dalshini bossangiz, o'zi dalshi men bu videoda ham qo'yib qo'yaman, qanday Windowsga qanday ustanovka qilinadi. Bo'ldi. Endi qarang, nimaga bu VS Code kerak? O'zi veb saytlaringiz o'zi nimada ochadi? Men bitta zo'r narsani tushuntiraymi sizga. Qaranglar. Aslida, misol uchun siz rasm olmoqchisiz. Rasm olish uchun kameraga kirasiz. Kameraga kirib rasmga olasiz, to'g'rimi? Lekin rasmni qayerda ko'rasiz? Galereyada, to'g'rimi? Rasm oladigan joy boshqa, rasm ko'radigan joy boshqa. Musiqa eshitadigan joy boshqa, musiqa yozadigan joy boshqa. Ya'ni bu degani, misol uchun musiqani biron bir studiyada yoki biron bir misol uchun o'zingizning telefoningizda yozsangiz bo'ladi, ya'ni recording qismida, ya'ni ovoz yozish, ya'ni mikrofon deyiladi ko'pchilik. Mana shu qismda yozasiz. Lekin eshitadigan joyini o'zingizda music playeringizda eshitasiz yoki video olish uchun kamerangizdan foydalanasiz. Videoni ko'rish uchun galereya yoki video playerlardan foydalanasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday kod yozishda ham kod yozadigan muhit alohida, ya'ni rasm tushiradigan muhit alohida bo'lgan. Kodni ochadigan muhit alohida, ya'ni u natijani ochadigan. Natija, misol uchun galereyada ochsa, bu yerda brauzerda ochadi, to'g'rimi? Biz sayt yasayapmiz. Ilk saytimizda sayt nimada ochyapti? Siz o'zi shuncha saytlardan foydalanib, shuncha ishlar qilib ko'rdingiz yoki shuncha manbalardan foydalanib kelyapsiz. Lekin qayerda ochishini ham bir o'ylab ko'ring. Brauzerda ochadi, oddiy brauzerda bo'ldi. Assalomu alaykum barchaga. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz albatta dasturlashga qiziqasiz va sizga ajoyib bir taklifim bor. Ya'ni dasturlashdan xudo xolasa yaqinda 0 dan fullgacha deb nomlangan kursimni ochmoqdamiz va bu kursda siz 0 dan dasturlashni o'rganib
frontend va backendni o'rganib, o'zingiz mustaqil dasturlar qila oladigan va ishga kira oladigan darajada o'rgatayotgan dasturlash kursimizni tayyorladik. Siz hoziroq u kurs haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Pastdagi formalarni to'ldiring, sizga aloqaga chiqamiz. Agar mana shu forma orqali siz ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 20% chegirma beramiz. Va biz sizga tez orada aloqaga chiqamiz va pastda Telegram adreslar ham bo'ladi. Kurs haqida to'liqroq ma'lumot oling. Videoni davom etamiz. Eng qiziq joylari hali endi oldinda. Endi biz ochamiz mana VS-Code'ni bo'ldi, o'rnatib oldik. Bu yerga o'rnatiladi. Endi bitta papka yaratamiz. New folder deymiz. Endi papka yaratishlarni bilishingiz kerak. O'zi buni uncha qiyin narsa emas. Bunga lesson deb nom qo'yamiz, ya'ni papkamizga mana. Papkamizga lesson deb nom qo'ydik va VS-Code shuni ustiga bir marta bosib olaman. Buni ichidagi narsalar sizni qo'rqitmasin. Men yangi ochib olaman. Hop, mana yangi ochib olganimdan keyin open degan joyi bor. Open degan joyini bosib, men o'zimni mana bu papkamni ham tanlashim mumkin, lekin sizlarga oddiyroq qilib tushuntiraman. Shu papkani olib, shuni o'rtaga tashlab yuborsak, o'zi bo'ldi mana. Shu papkani ichida ochadi. Endi bu yerda nima yaratsak, misol uchun mana bu yerda fayl yaratadigan joyi bor yoki mana new file deb qo'yib, o'zi ko'p narsani yozib qo'yadi. Qarang, mana bu yerga new file deb yozib qo'ydi. New file degan yangi fayl yaratish. Endi new file nima? Qarang, papka bilan fayl nima farqi bor? Papka bu xuddi bo'sh qutiga o'xshaydi. Ya'ni faqatgina narsalarni saqlab qo'yishgan. Misol uchun fayl, misol uyingizda nimalar bor desam, siz qutilarni sanamaysiz, to'g'rimi? Shkafni ichiga bir nimalar taxlab qo'yishingiz mumkin, lekin shkafni o'zi emas, misol qutini o'zi muhim emas, qutining ichidagi fayllar muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni misol kitoblar, ruchkalar, har biri kompyuterda ham nima saqlasangiz, misol rasm saqlaydigan joy bo'lsa, rasm uchun fayl yaratiladi alohida. Video saqlasangiz, video uchun alohida fayl, video fayl bo'ladi u. Kompyuter buni bilib oladi, ochayotgan vaqtda bu nima fayl? Video faylmi? Demak, video playerga murojaat qilaman deydi. Bu rasmmi? Demak, rasm faylga murojaat qilib ochaman deydi. Mana shu tarzda, ya'ni oddiyroq tushunsak ham bo'ladi. Endi bizlar kod yozadigan, ya'ni bu sayt degan tushunchani berish uchun bizlar ya'ni bizlar misol uchun hozir mana shu yerda, misol uchun new deb yoki yangi o'zbekcha yozdik. Yangi nuqtadan keyin agar siz mp3 deb yozsangiz, ko'pchilik mp3 degan narsaning ko'pchiligi bu musiqa fayllar bilasizlar. Yoki JPG bo'layotgan bo'lsa, misol uchun JPG fayl bo'layotgan bo'lsa, bu nima fayl? Bu rasm fayl. Agar mp4 ya'ni mp4 ko'pchilik o'rgangan, ya'ni mp4 deb yozsangiz yoki mp4 deb yozsangiz, mana shu video fayl. Endi bizlarda shu narsa rasm fayl bo'lishi shunchaki bitta nom berasiz, tochkadan keyin HTML, ya'ni HTML deb yozsangiz, enter deb bossangiz, mana shu sizga yangi nima qilib beradi? Bitta sahifa, mana bu listen ichida, boya listen deb papkada mana nom degan bitta fayl yaratib berdik. Mana bu yerda yaratdik biz buni. Endi buni hech nima yozmaymiz, mana yangi yaratdik. Endi buni brauzerda ocha olamiz. Ustiga 2 marta bossak, mana brauzerda ochadi. Nimaga brauzerda? Chunki aytdim, yaratadigan kod, ya'ni yozadigan yoki rasm tushiradigan muhit boshqa, ochadigan muhit boshqa. Xuddi shunday, yozadigan muhitimiz boyagi VS-Code ichida kodlarni, narsalarni yozamiz ichida, bu yerda ochib natijasini ko'ramiz. Oddiy tushunib olsangiz bo'ldi. Endi ikkalasini yonma-yon qilib qo'yaman men. Mana bu yerda siz ham men bilan ketma-ket bajarishingiz mumkin va shunda siz o'zingizda ilk sahifangizni va ilk kodingizni yozib ko'rgan bo'lasiz. Xo'p, mana bu yerda misol uchun men salom deb yozaman. Mana salom. Saqlaymiz. Qarang, saqlash sizdan chiqmasin. Saqlamasangiz bo'lmaydi. Ctrl+S, ya'ni Ctrl yoki siz Macintosh ishlatsangiz Command plus S, ya'ni ikkalasini birgalikda bosishingiz kerak. Saqlasangiz mana обновление beramiz, ya'ni bu yerda refresh deyiladi, mana. Endi mana salom degan so'zimiz chiqdi. Mana endi mana bu yerga yozsak, misol uchun mening birinchi web sahifam. Saqlaymiz va saqlaganimizdan keyin mana bu yerda yana bir marta amnilni beramiz. Mana mening birinchi sahifam. Bizni birinchi yozgan yozuvimiz bu yoqqa chiqib kelyapti. Lekin bu oddiy tekst holatda chiqib kelyapti. Lekin bu hali kod qismiga kirmadik. Endi asta-asta kiramiz, qarang. Endi salgina kodni o'rganamiz endi. Endi salgina yozdik, mana sahifamizga chiqib keldi. Mana bu yerda bizlar shunchaki taglar degan narsa bor. Tag
Ya'ni bu tag shu kod yozish muhitimizda kodlar, ya'ni kodlashtirish, ya'ni H1 qarang. Taglar qanaqa bo'ladi? Men pastdan tushuntiraman. Ya'ni taglar, ya'ni tag desak, tag ochiladi va mana bunday yopilishi mumkin. Ya'ni mana bunday ochiladi va ichiga kerak bo'lgan narsalar mana shuni orasiga yoziladi. Masalan, tekstlar bo'layotgan bo'lsa, matnlar yo boshqa narsalar kerakkan bo'lsa, shuni orasiga yoziladi. Va taglar bizlar nima qo'yayotganimizni brauzerga aytib turadi. Ya'ni brauzer shuni tushunadi. Masalan, hammani o'zining tili bor, tushunadigan. Ya'ni misol uchun siz bitta chet ellik bilan gaplashyapsiz, uni o'zining tilida gaplashishingiz kerak ba'zi narsalarni tushuntirish uchun, to'g'rimi? Endi kompyuterda tili u 0 va 1 va boshqa tushunadi. Lekin brauzer saytlarimizda tiliga biror nimani tushuntirish uchun men mana bu yerga rasm qo'yyapman, men mana bu yerga video qo'yyapman, men bu yerga tekst qo'yaman degan yoki bu yerga sarlavha nomini qo'yaman deyishingiz uchun va nafaqat endi bu yog'iga brauzerlar va keyingi dasturchilar ham, keyingi odamlar tushunish uchun bu taglardan foydalanamiz. Taglar oddiy narsa va taglar ko'p emas. O'zi zo'r bo'lsa, taglar, mana shunaqa taglar 20 tami bor. 20 ta optimal ishlatilayotgan 20 ta taglar bor. Shuni yodlab olsangiz, 20 ta ham chiqmasa kerak bo'ladi. 15 ta ishlatiladi o'zi. Shu 15 ta tag juda vahmal narsa emas. Yodlab olsangiz bo'ldi. Ya'ni nima vazifa qilishini va ishlatishni ko'proq ishlatsangiz o'ziga tajriba bo'ladi. Va taglarning nomlari ham juda qiyin emas. Oddiy H1, P, image, A, men taglar nomlarini biroz aytib ketaman. A misol uchun A tagi, misol uchun UL yoki uni ichida li, image juda vahmal emas-da nomlari. Oddiy A, li, BR misol uchun yoki P, ko'rasizmi? P oddiy, hammasi oddiylashtirilgan. Nima uchun? Sizga osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni eslab qolish, ishlatish, yozish, shu inglizchalar bir nima deb yozib tashamaganda, oddiy qilib yozilgan, ya'ni hammasi. Endi H1 da ichiga yozsak, bu sarlavha nomini yozish uchun, ya'ni mana bu yerga yozib qo'yamiz. Mana H1 da ichiga mana yerga yozib qo'yamiz. Bu mening birinchi sahifam, bu boshqa H1 da ichida tursa ham bu ham yana bitta H1 ochamiz. Ya'ni bemalol ko'p marta H1 lar ochaversak bo'ladi. Mana H1. Mana shunday ochamiz, yopamiz. Mana o'zimiz bunday qo'lda yozsak bo'ladi. Hozir VS Code'da o'zi yordam beradi. Mana ochib yopsak bo'ldi. Mana bu H1 bizning nima? Sarlavha nomlarini yozish uchun. Mana saqlaymiz endi abnollayveramiz. Ya'ni refresh. Katta ochildi. Nimaga? Chunki sarlavha nomlari men o'zim bunday biroz kattaroq qilib oldim. Sarlavha nomlari o'zi katta boshida katta bilan yoziladi. Ya'ni bitta sahifaga kirdingiz, sahifa ichida nima haqida javob beradi bu sahifa degan qismiga katta yozuv bilan chiqadi. Endi bitta rasm olib ko'ramiz. Ya'ni rasm mening birinchi sahifam, ya'ni birinchi sahifam va buni H2 da yozamiz endi. Endi H2 degani ikkinchi darajali sarlavha nomida. Endi mana H'lardik, H1 dan H6 gacha bor. Ya'ni bu degani darajasiga bog'liq. Ya'ni birinchisi qarang, birinchisi kattaroq, ikkinchisi kichikroq. Hozircha shunday tushunib tursangiz ham bo'ladi, lekin aslida buni uchun emas, o'zi ikkinchi darajali sarlavha nomlari uchun yoziladi, o'zi H2. Endi oddiy P yozamiz. P ga odatiy tekstlarimizni yozamiz. Ya'ni odatiy tekstlarimizni yozamiz buning ichiga. Odatiy tekstlarimizni yozamiz va bir marta saqlaymiz, bu yerdan anlayversak, mana odatiy tekstlarimizni yozamiz buni ichiga. Endi yozuvda biroz xato ketishi mumkin. Endi qarang. Endi shu narsaga biz image olib ko'ramiz. Ya'ni rasm. Misol uchun kimdir rasm? Misol uchun Elon Musk. Mana Elon Muskning bironta rasmini olamiz. Misol uchun mana shu rasmni olamiz. Buncha qoshlarni kelib tushibdi, oddiyroq tushgan rasmni olamiz. Mana ekan. Shuni qarang. Rasmning ustiga bosib, o'ng tugmani bosib, copy image address degan joyini bosamiz. Copy image address. Mana bu yerda endi boya ko'rdik. Image uchun image degan tagdan foydalanilgan. Image tagi mana bunda yopilmaydi. Oddiy qilib tushuntirsak.
Hozircha oddiy deb tushunavering, mana ochildi va source qismiga, ya'ni source degani mana shu yerga linkini qo'yaman, ya'ni qaysi manzildan kelyapti va men rasmni qaysi manzildan olaman, kompyuter xotirasidan olamanmi yo brauzerdan olamanmi degan joyiga javob beramiz. Ya'ni Ctrl вставить mana. Bu brauzerdagi linkini qo'yib qo'ydik, ya'ni Elon Musk deb qo'yamiz. Alt nimaga kerak? Alt degani, men shuni ham tushuntirib ketaman, qarang. Image bu rasm qo'yish uchun, uni source u imageda linkini qo'yish uchun alti aynan bu rasm nimaga uchun javob beradi. Ertaga bu rasm kelmay qolsa yoki ko'zi ojizlar uchun ishlab berish mumkin yoki boshqa sizni kodingizni o'qib ko'rib, masalan, boshqa odam sizni birga ishlayapti, u rasm nimaga javob berishini tushunish uchun nima rasmligini altda yozib ketsak bo'ladi. Va saqlaymiz. Mana Elon Musk rasmi chiqib keldi va bizga juda katta ochdi. Shuning uchun vids berib qo'yamiz. Vidsga qarang, oddiy ingliz tilini bilsangiz ham o'zi dasturlashda ko'p narsani bilib qo'yishingiz mumkin. Vids degan bo'yi degan. Bo'yi misol uchun 200 bo'lsin deymiz, ya'ni 200 men birovni beraman mana. Mening birinchi sahifam mana shu. Endi qarang, mana shu sahifani mana nomni ham iloji boricha o'zgartiramiz, rename qilamiz. Index beramiz. Odatda index deb nomlaganimiz yaxshiroq. Mana birinchi sahifa. Qarang. Juda qiyin emas. Mana oddiy kodlar, oddiy natija, saytimiz tayyor bo'lyapti. Qarang. Sizning birinchi sahifangiz mana shu tartibda tayyor bo'ladi. U darajada qiynagan boshqa ekan, juda muhim narsa ekan emas, oddiy. Oddiylashtirsangiz bo'ladi. Endi Netlify'ga kiramiz. Netlify bu bizning hostingimiz bo'lib beradi. Qarang. Hosting bilan domainni ishini tushuntirib ketaymi? Qisqacha aytib ketdik. Domain bu sizda nomingiz. Misol uchun kun.uz man. kun.uz yoki cnn. misol uchun com yoki uzum.uz. Mana shu uz oxirida mana shu nomi bo'ladi, masalan, qisqartirib yoki bedijohir.uz, instagram.com. Mana shu nom domain hisoblanadi, lekin uni saqlanib turgan joyi serveri, misol uchun uni rasmlari, faylllari internetga bog'langan, xuddi masalan fleshkangiz bor, tasavvur qilish uchun. Internetga bog'lanib turibdi. Uni ma'lumotni xohlagan payt, xohlagan joyingizdan ola olasiz. Ya'ni shu bitta domainga bog'lab qo'yib. Endi ana shu narsa sizda internetga bog'lanib turib, fleshkangiz saqlanib turgan bo'lsa, o'z kompyuteringiz yoki internetga bog'lanib turibdi, xohlagan joyingizdan ma'lumotni olar ekan bo'lsangiz, u hosting hisoblanadi. Bizga tekin hosting beradi va domain ham beradi, domain nom yasab beradi, sign in qilamiz. Menda bor, sizlar login qilib kirib olasizlar mana. Prosta qanday tashlaymiz mana qarang. Mana bizlar yasagan ishimiz mana bu lesson va bu yerga mana kirgan sahifamizning eng tagiga o'tamizdan mana shu lesson ichiga tashlaveramiz. Upload qilyapti, ya'ni uploading degani yuklamoqda va yukladi mana. Menimcha hech qanaqa boshida muammolik bo'lmaydi, chunki juda ko'p narsa yozganmiz, oddiyroq qilib yozdik. Mana complete bo'ldi. Hamma narsa tayyor. Domainni o'zgartiramiz, ya'ni nomini o'zgartiramiz biroz va bu yerdan domain managementga o'tamiz, ya'ni domainni boshqarish va domain edit name ga o'tamiz va misol uchun Musk uchun yoki bizning sahifa saqlaymiz. Bizning sahifa bo'ldi mana. Endi mana shu nom bilan, ya'ni bizning sahifa.netlify.app ga shu kirganimizda mana shu bizning sahifa birinchi sahifa ochib beradi. Qanday bo'ldi? Birinchi o'zingizni sahifangizni yasab ko'rdingizmi? Mana shu yerda bir ishlatib ko'ring. Aslida sayt yasash va uni qadamlari o'ta darajada qiyin narsa emas. Siz ham hamma qila olishi mumkin. Faqatgina ozroq qunt bilan, ozroqgina yaxshi ustoz bilan, yaxshi metodika bilan o'rgansangiz bo'ldi. Inshaalloh sizlar bilan bunaqa saytlar, bunaqa dasturlar va o'yinlar, qiziqarli usullar bilan dasturlashni o'rganishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh sizlarni darslarimizda kutib qolamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Birinchi sahifangizni yasab ko'rgan bo'lsangiz, bu videoga albatta tagiga o'zingizning sahifangizni linkini qoldirib keting. Biz sizni birinchi ishingizda albatta ko'ramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.